to'g'risi. Nima bo'layotganiga men tushunmayapman. 8-mart yaqinlashaveryapti. Obzorimizdan shu ayollar uchun bu mashinalar ko'payib ketyapti. Bu videoni yangam ko'rib qolsa, sizni quloqning yayish choqib tashlaydi, motorlarni ko'rsatay. 8-martga olib bering demaydilar. Shu videoni sizning Instagramingizga tashlab qo'yaveradi. Siz agar qiz bo'lamisiz, meni kuzatib turgan bo'lsangiz, eringizga tashlayvering yoki bir yigitingizgami, yo o'g'lingizgami, yo eringizgami chiqib tashlang. 8-martga sizga olib bersinlar. Voy, motorni qarang. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Tucson. Agar siz bitta buni ayolingizga olib bergan bo'lsangiz-ku, dugonalarning ichida gap bo'ladi. Ana trekker demaydi, inomarka olib berdi, Hyundai Tucson olib berdi, xotiniga deydi, yana qizil deydi. Tepasiga bitta bantikchan olib berasiz, tamom. 5 ta tuqqan bo'lsa, yana 5 ta tug'ib berasiz sizga, pulchalarni. Diskalar ham qo'yilgan, parokchalari ham bu. Yangi, tamom. Mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, bo'ldi. Ayting pochchaga. Olib bersinlar. Yedikchalarni sadikka yoqqa bu yoqqa olib borib, olib kelib yurasiz. Holati zo'r, texnik xarajati mavjud emas ekan, umuman. Narxlari ham shu. Narxi ham yuvosh. Yangi trekker narxidan arzon. Arzon ishoning. 20-yilda ishlab chiqarilgan. Gazlari ham propan, buni qarang. Zapaskalari bor, skromli, akkuratnicha. Zo'r moshincha, yana Jeep katta. Ana tagini tegizroq oldim, bu yog'ini tegizroq oldim demaysiz, mazza qilib yurasiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Vidam takoy. Men sal qochib turaman, ko'ring. Video ham zo'r. Hozir bitta yaramas demay, yana bitta aka chiqadidan probegini aytmading deydi. 64,000 kilometr masofa bosib o'tgan, 64,000. Avtomat korobka, klimat kontrollarigacha bu, diskalari bu. $16,500 yana savdosi bu. Buni qarang, vidni qarang. Inomarka bu, do'stim. Bu trekkerlar bilan, boshqa mashinalar bilan solishtirishda o'zi xato. Mana telefonlar pastda bo'lay, ekranga bitta laykni bosib, keyingalariga telefon qiling, $16,500 va yana savdosi bu.